Hop. Hop, mana shu bemorlar kelishgan har xil turdagi kasalliklar mana hozir hop ko'chaga chiqib bir 5-6 kilometrga borib kelishdi. Ana shu bemorlar har turdagi kasalliklar. Mana o'zlarida nima sodir bo'lgan, belki kelmasdan oldin qanaqa holatda edi, kelgandan keyin mana qanaqa holatda mana o'zlaridan eshitamiz. Mana siz kimsiz, familiyangiz qayerdansiz, kelmasdan oldin holatingiz, kelgandan keyin holat nima deysiz? Mana shu bemorlarga. Men Qashqadaryodanman. Oldingi holatim doktorlar meni yaxshi bo'lmaydi deb aytishgan. Men birinchi guruh nogironman. Unda yaxshi yurolmasdim, turolmasdim. Mana shu 9 kun, 10 kun lichenyaning ichida ancha o'zimni yengil, oyoqlarim yaxshi bosolmasdim, yaxshi yurolmasdim, qo'llarim yaxshi ko'tarmasdi. Ana shu qo'llarim 9 kunlik shu lichenya qilib, mashqlarni bajarib, qilganligim uchun ancha yengil qisdim. Birinchi etajdan ikkinchi etajga chiqadigan darajaga chiqdim. Buni astoydil qalbdan shu aytganlarini qilsa, gimnastikani o'zidan o'zi Alloh taolo o'zi shifo beraveradi ekan. Bu gimnastika bilan ko'p dardlar shifo bo'lsa, shifo bo'ladi ekanda. Odamlar ishonmasligi mumkin, lekin men ishondim mana shunga. O'zim Qashqadaryodan kelganman, shu astoydil qatnashdim. Mana mumkin yaxshi natijaga erishdim. Shunga ishonib, endi bilmadim kim qanday bo'lishi mumkin, lekin men o'zi his qilganligimni aytyapman. Yaxshi, Alloh xayr qilsin. Hozir natija bo'ldimi sizda? Ha, natija zo'rda aytyapman-ku, mana o'zim 3 kun avval mana 9 kun, 10 kun ichida qatnashgan bo'lsam, mana 3 kun avvalga damab borib keldim. Yomon emas-da, mana oldin yurolmasdim, o'sha holat yo'q edi mana. Alloh shifo bersin. Alloh xayr qilsin. Sizchi nima deysiz, akarim? Nima gap bormi? Kim gapirar? Gapirish bormi? Qashqadaryodan keldim degan. Assalomu alaykum. Qashqadaryodan keldim. Yani doktorlar miyopatiya kasalligi tashxisi qo'yilgan. Umrbod kasallik. Bu kelguncha ancha qiyinchiliklar bor edi. Bu kelganimda bir 200-300 metr yurar edim. Mana bugun 6 kilometr bemalol yurib keldim. Yana o'zimni majburlasam, yana 5-6 kilometr yurishimni o'zim his qildim. Avvalo Xudo mana akamni sabab bo'lib, mana ancha yaxshiman. Xohlovchilar kelsa, mana haqiqatan shifo bo'lishiga ishonch hosil qildim. Alloh shifo bersin. Kim xohlaydi? Xohlovchilar bormi? Gapiradigan xohlovchilar, hop, mana Men Baratova Muhabbatxonman. Endi uyat bo'lsa ham aytaman. Men pastki tualetlarga o'tirolmasdim. Mana shu chap oyog'imni orqasi tortardi. Keyin bir kun qatnashdim, bilinmadi. Ikkinchi kun mashq qildim. Ikkinchi kuni pastki tualetga o'tirdim-u o'rnimdan tura olmadim. Qo'limni tirab turdim. 3-4 kuni yana o'tirib sinab ko'rdim o'zimni. Bemalol o'rnimdan turib o'tirib ketdim. Mana shu mashqlar rosa foyda beryapti. Mana shu doktor ukamizga ham rahmat. Sog' salomat bo'lsinlar. Men ham sizlarni hammalaringni taklif qilaman. Avvalosi bemor bo'lmanglar. Bemorlar kelib poliartritmi, insultmi, hamma kasallarga shifo topib ketishyapti. Ko'zlari ko'rmaganlar ko'rib ham ketishyapti. Men tavsiya qilaman sizlarga. Alloh razı olsun. Kim xohlovchilar bormi yana? Xohlaganlar. Gapirasiz? Kim gapiradi? Xohlovchilar bormi? Bormi gapiradiganlar? Mana hozir yaxshi bo'lsin. Hammamiz shifo Joni sog' bo'lsin. Mana xohlaganimizni ayting, men ham dam olyapti-da.
Sahri borlarni ham Sahri borlarda. Mana sizlar gapiring, siz sahrmi deysiz? Ha. Gapiring, nima bo'ldi? Va kelib nima o'zgarish topdingiz? Sahrim, davlina mana yaxshi. Uyda kechgacha choy ichaman dedi. Hozir yaxshi bo'lib ketdim. Xudoga shukr, uyqu yo'q edi. Nima? Voy, qanday qilib tongga o'tirib olar ekanman deb har kuni kech bo'lsa qo'qardim-da. Mana hozir borib kechasi bir marta ishga ketsam chiqyapman, bo'lmasa ertalab mana shu bomdodgacha 5:30gacha mazza qilib uxlayapman. Xudoga beadash. Yo'q. Hozir yaxshimi holatingiz? Holatingiz. Kelib, nima qilinglar? Mana biz ham keldik, Xudoga shukr. Mana menga 6 kun bo'lgan bo'lsa, rosa o'zgarishni bildim. Hamma xursand, o'zim ham xursandman, uyimdagilar ham xursand. Voy, aya shunaqa kunlar bo'lar ekan, siz ham dam olsangiz. Hali asabbuzarlik ham yo'q bo'lib ketdi. Hammaga yaxshi gapiryapman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. O'zgarish. Tavsiya qilaman, kelinglar. Dorilarni yaxshi. Dorilar hammasini tashladim, davlinanikini ham, sahrnikini ham. Hozir necha kilometrga yurib keldingiz? Hozir 6 kilometrgacha bemalol borib kelganimizni ham bilmay qoldik. Allah. Sizchi opa, yana kim gapiradi? Xohlovchi. Kim qanaqa kasal bilan kelgan? Mana hozir sizlarni kuzatib turgan bemorlar, bizga gapirmanglar, menga gapirmanglar. Sizlarga o'xshagan bemorlar bor. Necha necha yillardan beri o'kul oladi, dori oladi, yotgan, tuzalgan, xullas, shu kasallikdan chiqib ketolmaydigan kasallar bor. O'sha kasallarga nisbatan mana o'zlaringni boshlaringni o'tqazilaring. Shu o'zlariga o'xshagan kasallarga nima fikr berasizlar? Ularda hammalarini shekka tavsiya qilamiz kelishlarini, qand kasalmi, davlinami, qabziyatmi, hamma kasallarda oyoq og'rig'imi, ishi bormi, oyoqlarda ishi bormi, hammasini davolashdi. Mana nima palartilitlarni ham tuzi ochilib ketdi, mana barmoqlar, nima tortiqchilar hammalariniki ochilib ketdi. Mana bunaqa nimadan har 10 kunda, har oyda 10 kun qilishyapti bu nimalar lecheniyalarda. Hamma xursand bo'lib ketishyapti. Yaxshi bo'lib, ko'zlari ko'rmaganlar ko'z mashqlaridan yaxshi bo'lib ketishdi. Mana xursand bo'lib rahmatlarni aytib ketishdi. Dori ichganimiz yo'q hech qaysimiz mana. Siz yurolmaysiz. O'zingiz qanaqa kasal edingiz? O'zingiz holatingiz qanaqa edi? Hozir qanaqa bo'ldingiz? Oldin kelganimda oyog'im buklanmas edi, ishi bor edi oyoqlarimda, davlinam bor edi, qantim bor edi. Hammasiga dori ichardim. Qaysi birini ichganimni ham esimdan chiqarib qo'yardim, 4-5 ta dorilar. Hozir dorilarni otib yubordik, yo'q, yaxshimiz. Mana hansillamay, charchamay, og'riq bo'lsiz 6 kilometrni bemalol bosib kelib, yana hech narsa ko'rmagandek turibmiz, yaxshimiz. Sog'lig'imiz zo'r, hammalarga tavsiya qilamiz, kelinglar, ko'ringlar ko'zlaring bilan. Mana mazza qilib dam olib ketasizlar, mashqlarni qilib. Rahmat hammalaringga, Alloh rozi bo'lsin. Alloh xayr qilsin. Alloh shifo berganicha bo'lsin. Yana kim gapiradi? Bormi xohlovchilar? Xohlovchilar bormi? Kim gapiradi? Mana ikkovlaring gapiringlar. Gapirasizmi, gapiring. Faqat kelmasdan oldin holat qanday edi? Kelgandan keyin nima bo'ldi? Kelmasdan oldin davlinam chiqardi, pochkam og'rirdi, oyog'im shishardi. Allohga shukr, hozir yaxshiman. Bulardan Alloh rozi bo'lsin. Sizlarni ham kelishlaring tavsiya qilaman. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Yaxshiman ancha. Hozir 6 kilometr yurib keldik. Yaxshiman, bildirmadim oyoqlarim og'riyapti. O'zgarish bormi? Bor, davlinam chiqmayapti, pochkam og'rimayapti. Yaxshi, Allohga shukr. Qanaqa kasal edingiz? Meniki pochishni davleni edi. Keyin bugun kasal edim. Hozir yaxshimi? Men yaxshiman hozir. O'zingizga o'xshagan kasallarga nisbatan nima fikrdasiz? Sizlarga ham kelishlaringni xohlayman, ularni ham. Dori olganingiz yo'q-a? Yo'q, olganim. Ukol qilgan yo'q hech kim? Yo'q. Operatsiya bo'lmadingiz-a? Yo'q. Alloh. Faqat mashqlarni aytganlarini qildim. Alloh xayr qilsin. Yana kim gapiradi? Sizchi opa, gapiringiz-mi? Gapirasizmi? Yo'q. Meni ko'rsatuv. Mana. Alloh shifo bersin hammaga. Mana. Bo'ldi deb ayting. Mana. Billa borib keldik 6 kilometrga.
Sizlar bilmadingizmi? Muhassabni zo'rg'a yurardim. Mana hashtag tashladim. Zo'rman, mana yuribman 6 kilometr bosib keldim deysizmi? Yaxshi, Alloh shifo bersin, hammaga Alloh xayr qilsin.